Assalomu alaykum yurtdoshlar. Urganch Raycenter bozorindamiz. Urganch Raycenter bozorida 19-avtobuslar to'xtaydigan yerdan to'g'ri yurib kelaveradigan bo'lsangiz, shu darvozadan chap tarafga qarab birinchi aylanma, 3-qator bo'ladi. 3-qator, birinchi aylanma chap tarafga, 3-qator 221 magazina boramiz. Shuni to'g'ri yurib boraversangiz, o'ng tomonlaringizda 221 magazin bo'ladi. Mana shu yerda 221 magazin Moda Larissa magazini bo'ladi. Giraverishlaringizda mana shu yerda dvoyka atib kofta bilan yubkani ko'pdilar, kofta bilan chavurni ko'pdilar, o'qishchilar, nimalar, maktabchilar, hammangizda razmerlari bor. Bu birinchi turgan dvoykamiz 350 ming so'm bo'ladi ekan. Bu sal endi kuzgiroq nasi varianti. Bularimiz koftalarimiz alohida, yubkalarimiz alohida, bryuklarimiz alohida. Hozir hammasini narx-navolari bilan ichkarida sizlarni donishtirib beraman. Azizlarim, ina meningning do'm boqqina pikalarimiz ham ishning koftalarimiz bor ekan. Qaranglar, chiq chiroyli turibdi. Atigi 140 ming so'mdan, materiali hb dim yaxshi. Ina o'zim tanama yoqimli, ajoyib ko'rinib turibdi. Endi yuqoridagilarni ko'radigan bo'lsak, bular ham ina hammasi большой marka bo'ladi. Oq rubashkalarimizni bularni 140 ming so'mdan beradi ekanlar. Keyin pastdagilarimiz большой marka, mala marka hammasi aralash. Bularni hammasini qatorasini 150 ming so'mdan beradi ekanlar. Endi xatarimiz ham shuningina har xil nimadagi, modadagi, chiroyli viddagi большой marka, mala marka aralashlarimizning hammasini 150 ming so'mdan to inshuradum hammasi большой marka, mala marka hammasi aralash. O'zlaringiz saylab razmerlaringizni so'rab kelaverasizlar. 150 ming so'mdan bo'ladi. Keyin bu yerda nimalarimiz bor? Bryuklarimiz, bular 160 ming so'm. Ina bu bryukimiz esa klassический bo'ladi. Bularning hammasi bu 180 ming so'm. Ina bu yubkalarimiz 160 ming so'mdan bo'ladi. Ina shu yubkalarimiz hammasi 160 ming so'mdan. Ina bu yubkamiz, svetnoy yubkamiz esa 180 ming so'mdan. Bo'lish bahosini aytib turibman lekin. Ina bu ustki yubkalarimiz ham 180 ming so'mdan. Bu yerda большой marka yubkalarimiz uchun esa 220 ming so'mdan har xil viddagi yubkalaringizni xarid qilishlaringiz mumkin. Ina bu kichkina qizaloqlarimiz uchun bo'lgan yubkalarimiz 140 ming so'mdan bo'ladi ekan. Keyin yuqorida dvoykalarimiz bor. Dvoykalarimiz endi hadamin shuni sezoni kelayotir. Bularni bo'lish bahosi 350 ming so'mdan bo'ladi ekan. Ina bu yerdagi kichkina qizaloqlarimiz uchun modniy koftalarimiz bularni 120 ming so'mdan beradilar. Atigi ikkitagina qolibdi lekin. Keyin bu yerda svetnoy koftalarimiz bor. Bular 180 ming so'mdan. Ana xohlasangiz bu yerda koreshniy, maloshniy holatdagisi bor ina, ochiqroq koreshniy svetdagilar. Bularni hammasini 180 ming so'mdan beradilar. Asa kelaveringlar yurtdoshlar, Modalar esa magazinimizda bemalol xarid qilaveringlar. Sizlarning ko'ngillaringizni topgan holda razmerlaringizni ham topib beradilar, baholarini ham kelishtirib beraveradilar.